Assalomu alaykum hammaga. Yaxshimisizlar o'rtoqlar, charchamayapsizlarmi? Kuninglar xayrli o'tsin. Bugun O'zbekistonda menimcha hamma hududlarda sovuq yaxshigina bo'ldi deb o'ylayman. Bu yil hisobiga birinchi marta -5 gradus bo'ldi bizda Gulistonda. O'tmoylarimiz holati. Hozir mana quyosh endi chiqdi. Hozir tashqari -4 gradus. Ataplenalarimiz ishlayapti. Kotelda 50 gradusga qo'yib qo'yganmiz. O'tmoylarimizning holati. Ichkari 27 oldi, namlik 53. Tashqari -4. Arilarimiz ishlab, chaynatib yotibdi. Xudoga shukr, yaxshi holatlari o'tmoylarimizda. Ko'rinishlari shodalar bittada mana ikkitalar mana uchinchisini hujumga chiqarishni boshlayapti. Ko'rinishlari menimcha yomon emas. Ataplenalarimiz hozir ishlab qarayman. Tashqari -5 bo'lsa ham ozgina quyosh bo'lsa bo'ldi. Issiqxonaning o'zi isib ketadi yetarli darajada. Kotel nomiga ishlab tursa bo'ldi. Bu 3 ta qatorimiz Kingsbury, buyoqlar Solihan, ikkalasi ham koreyskiy. Kecha terdik qulupnoylarimizni. Shodalar mana. Menimcha yaxshi holatda mana gullari. Bir 20 kun, 1 oylar oldin o'sha boshida sovuq paytlarda kotelimizda qilmagandik. Birinchi shodalari, bir xillarida ikkinchi shodalari 80% o'sha gul shodalari, gullari chirib ketdi. Hosil olishda ham kechikib qoldik. Sizlarga maslahat, kimda-kim issiqxona qilmoqchi bo'lsa yoki qulupnoy sistemasini qilmoqchi bo'lsa, birinchi o'rinda atapleniya sistemasini qilib olish shart. Bo'lmasa qulupnoy qilishni keragi yo'q. Chunki ular namlikni yoqtirmas ekan, gullarimiz o'sha 70%, 80% chirib ketdi hammasi. Endi o'sha hosilga kiraman degan joyda chirib ketib, tagidan qaychi bilan keyin kesib tashladi hamma shodalari. Keyin shunga mana hozir gullash jarayonida bir xillar tukkan mana solyapti, solganlarni terib boryapmiz. Xullas shunaqa o'rtoqlar. Mana issiqxona 2 qavat kilonka orasida mana bu yoqda vazdushni apparatimiz bor. Havo berib turibdi. Kilonkalar ishib turibdi, tarrang bor, orasida havo bor. Bir-biridan o'tib, bakovoylargacha ham berib turibdi havo. Shunaqa gaplar. Charchamaylar o'rtoqlar, charchamaylar.